kuygan bu fakirlarni yana yondirasanmi? İsmat aka, bu qo'shningiz borku, bemorimizni og'irlik qiladi. G'ayratjon, men bilaman buni. 35 yildan beri mana shu yotish, tagiga quloqning tagiga bomba qo'ysangiz ham bilmaydi. Janon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Men qayerdaman? Shifoxonadasiz. Men qayerdaman? Men qayerdaman o'zi? Qayerga tushmadim? Meni Gulistonim qani? Qani meni Gulistonim? Horma! Assalomu alaykum. Birodar keling. Keling birodar. Assalomu alaykum. Salomatchiliklar yaxshimi? Rahmat mehmon. Kayfiyatlar. Keling, rahmat mehmon. Keling. Mana shu qishloqda menga Keldivoy degan odam kerak edi. Shu Keldivoyni qidirib yuribman men. Menman Keldivoy. Senmisan? Tinchlikmi aka? Xullas, Teshovoy degan o'g'ling bormi? Bor. Buni nojo'ya chiqib qo'ydimi o'g'lim? Yo. O'zi bitta yalam yulqab boqqan qizim bor. O'sha qizim seni mana shu Teshovoy degan o'g'lingga ko'li tushib qolibdi. Shunga sovchilikka keldim. Meni o'g'limga? Ha. O'g'lingni meni qizimga bersang, qulchilikka keldim. Endi mehmon ko'rib turibsiz meni uyimni. Birovni uyida ijarada turaman. Yo. Men bu yil to'y qila olmayman. Men qara Keldivoy. Senga birov to'y qilasan deyaptimi? To'yni o'zim qilaman, mana o'zim. Meni qishloqdagi hamma taniydi. Boy soat desa hamma biladi. To'yni o'zim chiroyli qilib o'tkazib olamiz. Bo'ptimi? Bir haftadan keyin to'y. Qo'l tasha. Endi mayli-ku birodar, lekin o'g'limni olib ketib qolsangiz topa tutarim shu edi. Men nima qilaman? Men mana birovni uyida ijarada yashayman. Qanday yashayman men keyin? Ya, o'sha ham muammomi? Xullas borki, meni Shohboqul degan otam bor. 80 yoshga. O'zi yolg'iz. Uyim keng. Kelin kuyovmi? Mana meni uyimda yashayveradi. Joy keng. Dehqonchilik, mol hollariga qaraydi. Seni ham otam bilan birga yashayverasan. Xullas, bir haftadan keyin to'yni o'tkazsak bo'ladimi? Yo'q. Bir haftadan keyin to'yni o'tkazsak bo'ladimi? Birodar, meni qarzlarim ko'p. Qarzlarimdan qutulishim kerak. Ya, qarzingdan qutulasan. Mana. Mana senga 100 so'm pul. 100 so'm? Ha. Oho. Bo'ladimi? 100 so'm. Mana kamiga lelin kalla. 10 so'm. Uyimga muammosiz boraverasizlar. O'sha yerda ota bola yashayverasizlar. Xo'pmi? Bir haftadan keyin to'y. Kelishdikmi? Kelishdik mehmon. Bu choy-poy ichardik. O'zi uying ham yo'q ekan. Ijarada yashayar ekansan. Choyni qayerda ichamiz? Xullas choyni biz uyda ichamiz. Bo'pti. Muammomsiz biz uyga o'tirasizlar, ota bola. Biz uyda ichamiz choyni. Xo'p. Yaxshi bo'ling birodar, yaxshi bo'ling. Xo'p. Bu pulga qarzlarimdan ham qutulaman. Keyin qishloqda bevalar ko'p. Boy Soat akaga aytsam, uylab ham qo'yadi. Zo'r bo'ldi bu kun men uchun. Zo'r bo'ldi. İbrahim Reis. İbrahim Reis. Qara vaqti. Hozir kim bo'ldi? Abi qilishga qo'ymaydi bular.
aleyküm. Tavva qilib. Voy Soat aka, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va alaykum. Bu qishlog'imizda bir obro'li boyi. Biz oddiy bir raislarning uyida nima xizmatlar endi bizga? Yo tavva qilib. Ya bu nima bo'ldi bu? Bir quloq jo'g'u nima bu? Yangi achkima shunaqa bu. Moda. Moda, yo, Ibrohim Rais. Podadan qolsa ham modadan qolmadi ekan. Moskvaliklar shunaqa taqar ekan. Qumsoat ukam Moskvadan olib keldi bu achkini menga. Shu boylarga bir kam bo'lsa ham yarashaveradi lekin. Boylarga yarashaveradi lekin. Ibrohim Rais to'y boshlab qo'ydi. Nima xizmat? To'y mayli, qiz chiqaryapsizmi? O qiz chiqaryapti ham bo'ladi. O'g'il ulyapti ham bo'laveradi. Nima ko'nglingizga olmang Boysot aka. Bilamiz mana qishlog'imizda ancha bir sho'x yigiti bo'lgansiz. Lekin o'g'lingiz yo'qdiki, yo bo'lib ketdi-man ular bilan deyman-da. Og'zingga qarab gapir. Uzr. Og'zimdan chiqib ketib qopti, uzr. Bundan keyin og'zingdan chiqmasin. Bitta sen qoladi gapirmagan. Bo'ldi. Og'izni polga qarab turamiz. Nima xizmat bizga to'yga? Xullas to'y. To'y bu. Kelayotgan shanba kuni to'y. Bor. Daftaringni ko'rchichi. Shanba kuni boshmikansan yo to'ylaring bormikan? Endi sizday boy odam bizga to'y aytamiz, daftarga qarab o'tiramiz. Kitobga ham qarab o'tirmayman. Yozildi, to'yingiz yozildi. Xullas o'shanga senda mana stuling bor. Bor. Karnet surning bor. Bor unaqasi. Apparating bor. Bari bor. Baridan bor. Karnet surni ham bor, apparat ham bor, stol ham bor. O'zim raislik qilib, o'zim rasmga tushirib, vaqti chiroyli qilib beraman. Yaxshi. Sizday odam, sizday odam. Mana senga 100 so'm zaklat. 100 so'm ol. Zaklat kerak emasdi ham mayli. Sendan bir iltimos. Ha. Shu bizni to'yimiz soat 11 gacha bo'ladi. Ana kecha qahramonni to'yini soat 3 gacha. To'y aytdilaring. To'y deb bo'lsin deyman-da, endi boydiki erta tugab qoldi deb kulmayman qishloqda. Yo'q. Shunga o'zingiz rozi bo'lsangiz. Yana bir iltimosim. Sendan bizni to'yga o'yinchi olib kelmasak, mana 25 so'm. Endi Boysot aka bunisi oshibdi endi. O'zi to'y 10 gacha bo'lsa, bu o'yinchi olib bormasak, butun sostav shu o'yinchini orqasidan tirikchilik qilib yuribsiz. Mana 50 so'm. Xullas meni orqamdan Surxondaryo, Qashqadaryodan ko'pkari chopadigan polvonlar keladi. O'yinchini polvonlar olib qochib ketsa, sharmanda bo'lib o'tirib, mana 50 so'm. Mayli. O'zi qaytib kelardi lekin olib qochsa. Mayli. Yo'q. Nima desangiz shu. Lekin yana bir 10 so'm bersangiz zo'r bo'lardi, Boysot aka. Nimaga 10 so'm? Videoga bir kasb olib kelaman-da shaharda. Ha, mayli mana. Bu boshqa gap. Bo'ladimi? Yetadimi? Bo'ladi, yetadi. Faqat yana bir iltimos bor. Qanaqa iltimos? Mana qishlog'imizdagi eng obro'li hamma tanigan ikkita alkash bor, bilasizmi? Hop. Ali. O'shalarni aytib o'tirman. Kecha Qahramon akaning to'yida toza to'valab, karnay ichimda olib ketib qolay deydi. Xullas ana ikkalasini kechasi bo'lsa ham topib, to'yga bormanglar deb tayinlab kelaman. Tayinlang, kim o'tirmasmi? Ilohim bo'lmasa, yoshlar baxtli bo'lsin. Alloh. Achkingiz butun bo'lib ketsin. Amin. Allohu akbar. Charchamangizni sog' Ertaroq borgin. Bo'ldi. Bir choy qilamiz. Rahmat. Mayli. Boylar to'q bo'ladi o'zi. Rizq ham beradi, mana ertalab turib. Ko'changdan o'taman seni izlab, ko'rarmikanman oydek yuzingni. Go'zalim mohinurim seni o'ylab, doim sevaman charos ko'zingni. Sen kelarsan xayolimni olib, meni maftun etarsan o'zingga, jonim qalbimga g'ulg'ula solib, doim kulib qo'yarsan ko'zimga. Sevishim aytaman bugun senga, sensiz yashamoq qiyindir jonim. Meni ko'rsang uyalarsan nega, sevishingni yashirasan yorim. Jon akalarim, menga ruxsat beringlar, uyimga boray. Sizlarga she'r aytib, she'rim ham qolmadi. Qara, shuncha she'ring bir yarimtani o'rnini bosmadi. Ko'cha polvon. Mening yurtimga o'xshab, uzoqda bir miyolisiday. Boshim olib ketdi. Bundan ko'ra, yarimtaga pul ber. Voy qara, bu yerda nima bo'lyapti kech bo'lgan? Assalomu alaykum, Boysot aka. Vali. O'tganni o'rog'ini, ketganni ketmabni olsam ikkalanganda. Ha? Boshqa shoir qolmadimi? O'z qishloqda bitta shoir bor. Shuni ham qo'ymalaring. Bu holi shoirmidi? Bor. Buni boshini qotirib, bor. Rahmat kattakon. Bor, ishingni qil.
Ne qarang keling. Xullas ertaga to'y qilyapman. Ya xabarimiz bor, boramiz. Hech qayerga bormaysan. Ro'yxatdan bursiz. Hech qachon. Xullas men senlar zo'rg'a topib keldim. To'yga bormaslik uchun senlarga 1 so'm bergani keldim. Ye. Xullas Bosh og'rib turibdi, bering. xullas mana senlarga 5 so'm pul. Ertaga to'yxonada qadamingni ham ko'rmay keling. Tushundingmi? Endi Boysavat aka degan nomingiz bor akajon. Hurmatingiz bor. Bu kam bu aka. Mana 1 so'm. Zakskasi ham. Mabodo ikkalangni to'yda ko'rsam, nima xafa qilaman. Tushundingmi? Xo'p aka. Birovni boshini qotirmalaring. To'yga borib yurmalaring. Ko'cha pul bor. Ha. Yetamagan. Yetsa yetta, zo'ridan beradimi degani bu. Yetmasa ertaga to'yga boramiz. Aysh qilamiz ekan. Aysh. Maza qilamiz. Sazımni ko'tarib keldim to'yingga. Sazımni ko'tarib keldim to'yingga. Ochgil yuzingni ko'rgani keldim. Ochgil yuzingni ko'rgani keldim. Turgan keldim. Sen birle davron turgan keldim. Gelin kiyovlar baxtli bo'lsin, baxtli zamonimizda farzand ko'rsin. Gelin kiyovlar baxtli bo'lsin, Hasan, Husan, Fatma, Zuhra farzand ko'rsin. Sening dayan salomat bo'linglar. Rahmatli san'atkorlar, rahmat san'atkorlar, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar. Bugun Boysot akamizning uyida mana shunaqa quvonchli kun bo'lyapti. Boysot akamiz qiz chiqaryaptilar. Yo'q, kuyov olib kiryaptilar. Biz hozircha bilmay turibmiz, mana shu to'yimizda bosh homiysi kelinimizning dadalari Boysot aka bo'ladi. Demak, bugungi tantanamizni tantanali ravishda ochib olish uchun kelinimizning bobolari Shodmonqul bobomizni guldirras qarsaklari bilan taklif qilamiz. Marhamat. Chaqiryapti sizni omad qilishiga, sizni chaqiryapti. Omad qilaymi? Ha, hozir bo'l. Qarashvaringlar, ey nebaralar, qarashvaringlar. Chiroyli qilib yoshlarga baxtli oling. Keling baba, keling. Mening boqibotda chura beraman. Keling, keling. Menga qarash kerak emas. Bunga qarash kerak ekan. Ular ochib bering buni. Ha. Qasam ushlabdi. Ushlabdi. Qana. Ya homi. Bu yo'q kelin kuyov baxtli bo'lsin. Tong otqanda to'y bo'lsin. Davramiz davom etadi. Raqqosa qizimiz raqsga tushadi. Amin. Allohu akbar. Bo'ldimi? Yetami? Ha, bo'ladi, bo'ladi. Hassa qolib ketyapti, hassa. Qolmaydi, hassa qolmaydi. Hurmatli qishloqlar, to'yimiz ochiq deb e'lon qilindi. Oldlaringizga qo'ygan barcha noz ne'matlardan bemalol olib o'tiringlar. Nebaralar lekin qaranglar, ey, naftga tegmanglar. Kelin kuyovlarimiz ham o'zlaring joylaringga o'tiribanglar, baxtli bo'linglar.
Bilasiz, to'ylarimiz artistlarsiz o'tmaydi. Shunday ekan bugun Modern Talking'dek kasetalarini eshitib shogird bo'lgan bir ajoyib guruhimiz bor. Qishlog'imizni eng zo'r parlagan artistlardan kutib oling. Jack Osiyo guruhi. Rahmat. Mana ustozimiz baxtimizga Modern Talking sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, oltin boshlar omon bo'lsin. Hozir qo'shiqlarimizni aytib beramiz sizlarga. Bugun Boysoat akamda akasi Rossiyadan kelgan. Qumsoat akam. Bitta qo'shiq zakaz qilgan, Shohmardon tog'lari degan. Shu qo'shiqni o'ynab berar ekan. Marhamat, Shohmardon tog'larini chalib berasizlar bolalar. Shohmardon tog'lari, Shohmardon tog'larida erimaydi qora, erimaydi qor. Orqasidan chaqirsam, qaramaydi yora, qaramaydi yor. Qarasa qaramasa, ne parvoyim bor, ne parvoyim bor. Yoshligimdan ko'ngil qo'ygan, sevar yorim bor, sevar yorim bor. Qarasa qaramasa, ne parvoyim bor, ne parvoyim bor. Yoshligimdan ko'ngil qo'ygan, sevar yorim bor, sevar yorim bor. Do'stim. Aroq bormi? Aroq. Qo'bat. Voy satni to'y bo'lyapti-ku. Ovoz kelyapti qara. Ket. To'g'ri bo'la. Bar. Voy janme. Shohmardon tog'lari, Shohmardon tog'larida erimaydi qora, erimaydi qor. Pul nimaga beraman ekan? Yo'q, ukam o'ynayapti raqs uchun. To'yga bir so'm bermaydi. Ya Moskvadan men uchun samolyotda tushib kelgan ko'kam. Menga ham bering, menga pul yo'q menda. Menga ham bering. Balo bo'lchi qudaysan. Men pas quda. Yana pul bering. Kishiga bir so'm olib yursang bo'lmaydimi? Qaramaydi yoray, qaramaydi yor. Rahmat artistlar, toza xush ovoz bolalar kelgan mana. Hurmatli hamqishloqlar, to'yimiz davom etadi. Kelin kuyovlarimizni tabriklash uchun mana kuyovimizni eng yaqin o'rtoqlaridan Qahhorjon kelgan. Kelinimizni mana dugonalardan Halimaning qizi Salima. Kengizlar mana. Kelin kuyovlari tabriklagan. Bo'ngizlar. Mana she'ri bilan kelgan kelinigina tayyor bu. Kuyovjora tayyormi? Albatta. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Tishajon, jo'ram, tabriklayman, baxtli bo'lgin. Qo'shag'arman. 72-yillar, o'ynamaganim chirtaman, tur, o'yna barim, o'ynagin. Rahmat. Toza bir immuniteti past tabrik bolalar yakir uka. She'r tayyormi? Marhamat. Mana bugun dugonamizning Rahmat. Gapirib berilmagan svidetlarimizni mana o'ynab berishga taklif qilamiz endi. Jekosa tayyormi? Kengizlar mana. Mana ota-onangizlar ham mana otani. Oytin, mana bu chiqib davlaga o'ynaymiz. Qay o'yinchi? Vaqtaychi, yo'qmi? O'ynaymiz ha. Shodmon bog' o'tirib oling. O'tiraman, bo'p. Siz yoshingizda o'ynab bo'lmaydi endi. Ya, chakrabam ketaman men. Demak, artistlarimizdan svidetlarimiz uchun zo'r qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Jaranglasın, avcalısın, O'zbek tojik kuylari. Jaranglasın, avcalısın, O'zbek tojik kuylari. Kim o'zishga teng bardosh, o'ynang bugun seni.
Dolalar aytasan. Toza jangga tegdingi? Dolalar aytasan. Hey, Boysavat aka. Hey, to'xta. Ya alimali. Do'lana ham bo'ladi, tonggacha bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Senlar darsingdan tinchlik bormi to'ylarda? Buyoqqa yur. Buyoqqa yur. To'g'riga yur. O'tgan to'yda o'zim doirachini urib, reanimatsiyaga tushirib qo'ydik. Zo'rg'a olib chiqib keldim. Barabanchini barabanni yorgansan. Senlar darsingda yuralamanmi qishloqda to'yga? Endi ukajon xafa bo'lmag'in. Bu o'zimizda alkashlar, qishlog'imizda mesni alkashlari bo'ladi. Rahmat, to'yimiz davom etadi, hurmatli mehmonlar. Hey. Nima qilyapsan? Kimga tushyapsan bu ovqat? Artistlarga. Artistlarga? To'k. Qo'ylaganlar. Artistlarga ovqat yo'q. Boya to'yga kelishdan oldin ular qo'shni uyga sho'rva tortganmiz. Sho'rvani ichishdi. Endi uyga borib ovqat yedi. Hammaga ovqat yetdimi? Sizdingmi? Faqat artistlar qolgan. Odam unchalik tosh bo'lmaydi. Ko'p gapirma. Yetadi. Mana o'zi kuyov qolyapti, otasi qolyapti. Men hali ularni ham boqishim kerak. Men qarang sen o'zi. Go'shtlarni xaltaga solib o'g'irlab ketadigan odating bor ekan. Unaqa odatim yo'q. Nimalar deyapsan? Mana Qara lekin, hammasi solgan bo'lsang, bironta odamga ovqat suzmaysan. Tushundingmi? hammasi joyida. Yop qopqog'ini. Ana endi kelin kuyovlarni tabriklagani. Mana shunday chiroyli kunlarda bizdan ham, sizdan ham, mana kelin kuyovdan ham ko'proq kutgan odamlar, rasxotlarni qilgan odamlar. Boysavat akamiz hamda ularning qudalari kelib ekamiz. Kelingizlar, marhamat, otalar so'zi bo'ladi hozir, mana otalar tabriklaydi. Rahmat uka. Endi azizlar, xush kelibsizlar. Bizning to'yimizga. Endi g'alalardan xafa bo'lmaysizlar. Ular shunaqa. Endi mayli, nima bo'lsa ham, hali to'yimiz tonggacha davom etadi. Yomg'ir yog'sa halima, yog'masa salima deganda, xudo xolisa to'yimiz quruq bo'ladi. To'yni buyog'ini mana endi qudam keldimay gapiradi. Gapir. Endi o'g'lim, yaxshi joyga tushibsan. Zo'r joy. Men hozir aylanib ko'rdim. Joy yaxshi ekan. Baxtli bo'lgan. Meni ham olib qolsa, ikkalamiz yuramiz. Ha, babay. Toza ko'p gapirar ekan buni. Bolta qilib o'ynaydi endi. Ya ota qanaqasiz? To'g'ri gapiring, qudam oltanda qilmang endi. Mahalla kuni boring o'tiring endi. Salomat kelinsa o'yinchi deb gapib ketyapsiz. Endi bir bo'yali to'yga chiqarni qo'yasizmi yo'qmi? Hali o'yinchi yo'qmi? O'yinchi yo'q, sizda sizga o'yinchi olib kelmayapmiz. Mana jekasi yo'q. Boring ota to'xtab turing. Jekasi, kelinglar. Bularda ichida mana jekasida bir qo'shiqchisi bor. Biz Sariq Volga degan qo'shig'i bor. Shuni aytib bersa men qudam bilan birga o'ynaymiz. Bo'ladimi raisga? Kel. Aytsin. Rahmat, otalar uchun aytiladi, mana otalar uchun Sariq Volga. Olganimda menga do'stlik hamroh bo'lding. Minganimda charchamasdim, yumshoq eding. To'y maraka uy-joyimni qilib berding. 12 yil menga sodiq xizmat qilding. Olganimda menga do'stlik hamroh bo'lding. Minganimda charchamasdim, yumshoq eding. To'y maraka uy-joyimni qilib berding. 12 yil menga sodiq xizmat qilding. Nada? Nada? Mana hurmatli qishloqlar, Guldirra qasr to'yimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga hammang baring dalaga, baring ishga. Kelin kuyovlarimizni o'z go'shangalari kuzatib qo'yamiz, hali ularni qiladigan. Qanaqa go'shanga? Ha, ota. Qanaqa tala? To'y bo'ladi, ertalab azongacha bo'ladi. Endi bir narsani yashaydigan bo'ladi. Bu to'yga men yaxshi o'ynaganim yo'q. Hech bo'lmasa bizning bu dunyo bora she'r qo'shiq aytib bersin kelin kuyovga. Keyin amin qilib o'ramisan. She'r aytasanmi, qo'shiq aytasanmi? Tezroq bo'lgin. Qo'shiq. Aytib ber, tabriklar. Bo'ldi, mayli. Yaxshilab tabriklar. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alangayi yayrar dil hiroj. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alangayi yayrar dil hiroj. Endi bolalarni to'yini o'ynash qoladi. To'y
tugamaydi to'y. O'tar kelin kuyov. Qara, araqini berdim. Oshini berdim. Kelma dedim. Nimaga kelding men to'yga? Gapir. Valijon inim, iloji bo'lsa yana bir ikkita stollar qo'ydiring tashqariga. Baxmal ko'rpacha soldiring. Buyog'i Buxoroy Sharif, Samarqanddan, Qashqadaryodan, Vodiydan shifo izlab kelayotgan bemorlarimiz juda ko'p. Ularga yaxshi sharoit qilib berish kerak inim. To'g'ri aytasiz, taqsirim. Alijon. Alijon. Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tiring. Keling. Otaxon yaxshimisizlar? Otaxonlar o'tiribsizlarmi? Bu kech bizning shunday dargohimizga qadam bosib kelibsiz. Tinchlikmi birodar? Tinchlik bir narsani so'rab keldim otaxon. Adashmasam bu xonadonda bir vaqtlar Alijon degan alkash yashar. Sirting. Undaqa so'zlarni bu yoqda so'zlamang. Anaqa meni boshimga bir urib, bundan 35 yil oldin komaga tushirib qo'ydi. O'sha odam uymasmikan deb so'rab keldim. Yo'q, adashsiz inim. Adashsiz. Taqsirim, Labbar. ko'zlari joyida emas-da. Ko'zlari ala bular. Shu ichiga jin kirgan shekilli. Haqiqatan. Birodar, bir sizni chillaxonaga olib kirib, bir yaxshilab qamchi bilan urib, qoqib chiqarib yuboraylikmi? Yo, nimalar deyapsiz? Marhamat. Men adashib uzr. Valijon, Labbay taqsirim. bu odamni tanimadingizmi? Tanimadim taqsirim. 35 yil oldin to'yida janjal qilib, boshiga bir mushlab urib, hushidan ketkizib qo'ygan boy soat aka-ku bu. Mana yoqqa o'tirib olgansan, takasakolni qo'yib, pulingni olyapsan. Tinch sherik deysan tag'in. O'sha davrlar bo'lganda hozir maytanib tepib o'ldirardim. Harakating qilib, darvozani oldiga borib, kim kelyapti? Sana qarab boqqin. Maytga o'tirib olganga qarab. To'g'rilinglar. Taqsirim, xo'p bo'ladi. Alo. O'qtam qalaysan? Yaxshimisan? Sog'ling yaxshimi? Charchamay. Ha, shaharda edim. Nima gap? Qachon? O'tirishib ertaganmi? Bo'ldi, Sodiqni, Hakimni, Xolmat O'qtamni aytdingmi? Ha. Bo'ldi, ertaga o'tiramiz. Bo'ldi, yaxshi. Yaxshi, o'rtog'ingiz telefon qo'yaveraman. Birodar, meni gapingiz bormi? O'z bilan o'z nima deb gaplashyapsiz? Telefonda gaplashyapman. Bu telefonda deyapsiz? Simi yo'q-ku telefonda. Zamondan ortda qolganmisiz? Bu soti telefonga bunda sim nima qiladi? Bir narsa so'ramoqchi edim. Bu men qayerdaman? Bu yer qaysi shahar? Bu yer Sirdaryo viloyatining markazi Guliston shahri. Yo'q-a? Bu binolar qachon qurilgan? Binolar ancha bo'ldi qurilganiga. Bu yerlik emasmisiz? Yo'q, bir narsa so'ramoqchiman. Kechirasiz. Bu yil 1990-yilmi? Ukam sal kamroq ichi kerak edi-da. Bu yil 2025-yil. Ha? Shunday. Ali! Shuncha umri komada o'tib ketdi-ku.
tomoshabinlar, mana syomkamizni rosa chiroyli syomka oldik. Mirramet klinikasi xodimlariga katta rahmat deymiz. Olim aka, sog' bo'linglar. Chiroyli syomkalar oldik. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi kunlaringizda bizlar xizmatda bo'laylik, ha? Nima deysiz? Hammaga omad, bizni kuzatishda charchamang. Omad, hammaga omad.